Bugungi kunda barchamiz do'konlardan qadoqlangan 1 litr suvni 4-5 ming so'mga xarid qilamiz. Lekin bir savol, respublikada aholiga yetkazib berilayotgan ichimlik suvining narxi qancha? Bugun mazkur savol bilan yurtdoshlarimizga murojaat qilib ko'ramiz. Uni bilmadim, biz 5 kishi turamiz. Oyiga 20 ming shunaqa to'laymiz lekin. 1 litri 2000 yoki 3000. Вот сколько получаем, я не знаю, но я понимаю о том, что те цены, которые я плачу, очень дешевые. 3000 4 bordir. Qancha? 500 so'm, 1000 so'mdir bilmasam. 50 so'm bordir. 50 so'm. 3000 4000. So'm to'lasa kerak. 100 so'm. 60 minglardan oshsa kerak. 200 dur, 300 dur. 200-300 so'm. 1 litri shu 5-10 ming o'rtasida bo'lsa kerak. 5-10 Bugungi kunda respublika bo'yicha aholiga yetkazib berilayotgan 1 litr ichimlik suvining o'rtacha narxi bor yo'g'i 3 so'm 46 tiyinni tashkil etadi. Hududlar kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak, Qashqadaryo viloyatida 3 so'm 50 tiyin, Andijon viloyatida 1 so'm 65 tiyin, Toshkent shahrida esa 1 so'm 40 tiyin. Aslida bilmasdim. Uni bilmagan edim lekin. 1 so'm 40 tiyin. Arzonmi? Tekinchisi ham bo'ladi. Suvdek tekin degan ibora bor. Balki shu sababli eng muhim resurs bo'lgan ichimlik suvni qadrsizlantirib, uning tonnalab isrof qilinishiga ko'z yumayotgandirmiz. Xonadonimizga yetib kelayotgan har bir tomchi suv ortida nasos stansiyalari, quvurlar, uzluksiz ta'minot va minglab insonlarning mehnati bor. Chet mamlakatlarda ertalabga mehmonxonada 1 litr suv qo'yiladi. Shu bilan ham soqol olasiz, ham tishingizni yuvasiz, ham yuzingizni yuvasiz. Bu bizlarda suvni oqizib qo'yib, qo'shiq aytib soqol olishlar yo'q. Men ichimlik suvini bundan buyog'iga tejab ishlataman. Men ichimlik suviga o'z vaqtida pul to'layman. Biz ichimlik suvini tejab ishlatamiz. Men ichimlik suvini tejab ishlataman. Men suv ta'minoti uchun har doim o'z vaqtida pulni to'layman. Hurmatli iste'molchi, siz ichimlik suvining 1 litri uchun o'rtacha 3 so'm 46 tiyinni o'z vaqtida to'layapsizmi?